Sizning otingiz chopmay qolgan ekan va negadir bunda bizni ayblayotgan ekansiz. Avval video boshidan aytib qo'yay, videolaringizda har xil gaplar, hazil-huzullar qilibsiz, o'zingizcha ochko ishlab. Qo'ying, nima keragi bor? Kap-katta odammiz. Siz uylangan bo'lsangiz ham kerak. Men bo'ydoqman, lekin kap-katta odammizda. Men sizga hayp uchun yoki aktiv uchun murojaat qilayotganim yo'q. Haqiqatdan ham ideyamni o'g'irlaganingiz uchun video chiqaryapman. Xo'p, 1 yil oldingi videosida rostdan ham o'zbekcha ismlar chiqqan ekan. Lekin degan joyi bor. U shunchaki havodan o'ylab topilgan ism, ya'ni shunchaki любой odamni ismini olgan, o'zbekcha ismdan любой odamni ismini olgan videosiga qo'ygan bo'ldi. Ya'ni kommentariyada ism yozinglar, keyingi videoga chiqaraman degan gap so'z bo'lmagan. Lekin kommentariyada ism yozinglar, keyingi videoda chiqaraman degan g'oyani kimdan o'g'irladingiz? Qani sizdan bir erkak bo'lib tan olingchi, kimdan o'g'irladingiz? Pandu sohib? Sizdan o'g'irladim desangiz, bo'ldi, olam guliston. Hurmat saqlagan holda o'z yo'limizdan ketamiz. Odamlarni ham asabiga o'ynamang. Agar ismingiz keyingi videoda birorta personajga qo'yilishini xohlasangiz, hozirroq kommentariyada yozib qoldiring. Yana bir bor aytaman, originalida chiqish baribir boshqacha. Video boshlanishidan oldin obuna tugmasini bitta urib 2 qat qilib qo'yishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Parizoda ismli rohiba monastirda ibodat qilgandan so'ng bosh rohibaning kalitlarini o'g'irlab darvoza tomonga yuguradi. Bir guruh rohibalar yaqinlashayotgan payt u qo'rquv bilan eshikni ochmoqchi, lekin zanjir tiqilib qo'ygan va eshik ochilmaydi. Tor joydan chiqishga uringanda esa rohiba uni tortib, oyog'ini sindirib tashlaydi va Parizoda hushidan ketadi. U ko'zini ochganda o'zini tobut ichida ko'rdi va tiriklayin ko'milganini anglab yordam so'raydi, ammo hech kim javob bermaydi. Oradan vaqt o'tib, AQShdan kelgan Mahlio Italiya bojxonasidan o'tib monastirga yetib keldi. U italyancha bilmaydi, shuning uchun Zinnura unga tarjima qilmoqda. Zinnura monastir 1632-yilda qurilganini va bu yerda kalyan chaqish mutlaqo mumkin emasligini aytdi. O'zi esa sigaretni fo'rillatyapti. Shu payt qariyalar yashaydigan xonalar yonidan o'tishadi va Zinnura o'lim bu yerda odatiy hol ekanini tushuntiradi. Kechqurun yangi rohibalar uchun marosim o'tkaziladi. Mahlio qo'liga shamni olib ibodat qildi va kechki ovqat paytida rohib ota Jahongirga 12 yoshida muzlagan daryoga cho'kib ketgani, yuragi esa 7 daqiqaga to'xtab qolganini aytdi. Rohib undan "O'ldingmi?" deb so'raydi. Qiz esa "Ha, o'ldim, lekin jon saqlab qoldim" deydi. Tungi payt Mahlio yig'i eshitib, qurbongoh orqasidagi xonada polga tiz cho'kib ibodat qilayotgan ayolni ko'rdi va qiziqqonlik bilan asta-sekin unga yaqinlashmoqda. To'satdan u ayol qizga qaraganda yuzi dahshatli darajada qo'rqinchli ekan. Na ko'zi, na og'zi bor, chunki qizil latta tashlab olgan ekan yuziga. Mahlioning yuragi qo'rqqanidan homilador bo'lib qoldi va orqasidan kimdir kelgandek tuyuladi, lekin bu bosh rohiba Sabohat ekan. U bu ayolni ibodatdan adashgan rohiba ekanini aytadi va sandiqdagi hojdan mixni olib Mahlioning qo'liga beradi va Mahlioning mazzasi qochib hushidan ketdi. Shu joyda pauza qilib videoga like bosib qo'ying. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Ertasi kuni Mahlio rohib otaga "Ruhoniy ota, meni kechiring, kecha ko'p aroq ichib qo'yibman" deydi. Otabek esa javob bermasdan to'satdan yo'q bo'lib qoladi. Mahlio shokda va kutilmaganda orqa devordan qo'l chiqib qizni tortib ketadi va yaxshiyamki bu qizning tushi ekan. Ertalab bosh rohiba Sabohat yosh rohibalarga vazifalarni tushuntirmoqda va uning o'ng qo'li kashanda Zinnura ularga qariyalarni tagini tozalash, kir yuvish, hatto tovuq go'shtidan palov qilishni o'rgatdi. Marjona bilan Mahlio do'ndiqchalarim esa bir-biri bilan yaqin dugona bo'lib olishdi va ertalabdan kechgacha men haqimda gaplashadi asalchalarim. Bir kuni kechasi Mahlio Xurshida ismli rohibaning sochini qirqayotganini ko'radi. Xurshida uni muqaddas qiz ekansan deb ataydi va Mahlio uni tomi ketganda bo'ylab xonasiga kuzatib qo'ydi. Ertasi kuni Mahlio bularni Marjonaga aytayotgan paytda to'satdan qusishni boshlaydi. Bosh rohibalar esa undan shubhalanib, rohib Jahongir bilan dondonzik o'ynab qo'ydingmi deb so'raganda, Mahlio "O'lay, agar bunday ish qilganim yo'q, qiz bolaman" deydi.
Doktor Uzi apparat bilan tekshirganda ma'lum bo'ldiki, Mahliyo homilador ekan, otasi esa kimligi noma'lum, chunki qiz hech kim bilan birga bo'lmaganman deyapti. Kardinal buni balki mo'jiza tufayli paydo bo'lgan bola deb o'ylaydi, qiz esa dahshatga tushadi, bunaqa qobiliyatim yo'q edi-ku deb. Shundan so'ng rohibalar Mahliyoga maxsus liboslar kiydirib, xuddi qizni to'yi bo'lganday olqishlamoqda. Oradan 5 oy o'tib Mahliyo qon tuflashni boshlaydi va tishlari to'kilib kamshik bo'lib qolmoqda. Nonushtada esa hamma unga hurmat bajo keltirib o'rnidan turadi, faqat Marjonadan tashqari. Balki shu Marjonadir otasi? Mahliyo endi umuman ishlamayapti, yaxshi ovqatlanyapti, qolgan rohibalar esa uning xizmatida. Hammomda Mahliyo suv ichida dam olayotganda Zinnora uni suv ostiga bosib cho'ktirmoqchi bo'ladi. Mahliyo uni tishlab olib qutuladi, lekin Zinnora yana bostirib, "Bu bola meniki bo'lish kerak edi" deydi va rohibalar kirib Zinnorani olib ketishadi. Doktor bola yaxshi ekanini aytdi. Mahliyo esa Zinnora uni yana o'ldirishidan qo'rqmoqda. Ammo Jahongir undan "Xavotir olma, o'zim uni ham homilador qilib qo'yaman, shunda sen bilan ishi bo'lmaydi" deydi. Mahliyo kasalxonaga chiqishni so'raydi, tishi tushganini aytadi, lekin ular tashqari xavfli, sen bu yerda qolishing kerak deb rad etishadi. Mahliyo sayr qilayotganda niqobli rohibalarni ko'rdi. Shu payt Zinnora o'zini tomdan tashlab o'z joniga qasd qiladi. Dafn marosimida Marjona bu joyga ishonmasligini aytadi. U hatto Mahliyoning qornidagi bolaga ham shubha qiladi. Bu balki sarobdir deb va jahl bilan rohibalarga baqirgani uchun uni sudrab olib ketishdi. Tunda devordagi rasm qiyshayib, ortidan yozuvlar paydo bo'ldi. Mahliyo Marjonani topolmaydi, so'ng ofisdan o'z faylini pichoq bilan ochib oladi. Unda avariya haqidagi maqola va DNK natijalari bor edi. Tashqariga chiqqanda Marjonaning qichqirig'i eshitilmoqda. Eshik tirqishidan qaraganda esa niqobli rohibalar Marjonaning tilini kesyapti. Mahliyo qo'rqib qochayotganda Xurshida uni tutib, sochidan yasalgan tumor beradi va "Bu yerdan hech qachon ketolmaysan" deydi. Ertalab Mahliyo qornini qonatib, yolg'ondan qichqiradi. Uni shifoxonaga olib ketishmoqchi bo'lishadi, lekin yo'lda Jahongir haqiqiy qon emasligini bilib qoldi. Mahliyo undan qochmoqchi bo'ladi, ammo uni tutib yana monastirga qaytarib olib kelishdi. Monastirga qaytgach, bosh rohiba opa Sabohat uni muzdek suvga soldi, bolaga foydasi bor deb. Mahliyo esa "Bu qilganlaringizni Xudo kechirmaydi" deganda, bosh rohiba opa uni shapaloqlaydi va uni nogiron aravasiga bog'lab, yashirin xonaga olib borishadi. Mahliyo kim uni homilador qilganini aytishlarini talab qilmoqda. Shunda Jahongir hammasini aytib beradi. Ma'lum bo'lishicha, bu monastirdagilar o'zlariga avliyo tug'dirib olishmoqchi ekan va ko'p marta tajriba qilishgan. Ammo birorta ham qiz dosh bera olmagan, lekin Mahliyo qaziyib katta bo'lgani uchun bardosh bera oldi. Jahon 20 yildan beri genetika bo'yicha tajribalar qilib kelgani, cherkov esa bunga imkon berganini tushuntiradi. Shundan so'ng Jahon qizning oyog'iga xuddi Xurshidanikidek issiq xoch bilan tamg'a qo'yadi va Mahliyo xonasiga qamaladi va oyog'i jarohatlangani uchun yurishda qiynalmoqda. Bir necha haftadan so'ng u ruhoniy Otabek bilan gaplashmoqda, ammo savollariga javob bermaydi. Mahliyo esa mix uning tirnog'ini sindirganini sezib qoldi. Otabek esa "Boshimni qotirma, bolangning otasi men emasman" deydi. Tug'ruq yaqinlashganda doktor tekshiruv qiladi, so'ng esa dori izlab chiqib ketdi. Mahliyo bu imkoniyatdan foydalanib xoch bilan Sabohatni o'ldiradi, so'ngra esa suvi kelib qoldi. Shundan so'ng balkonda Otabekni ham bo'g'ib o'ldiradi. Doktor esa buni ko'rib menga qo'yib qochib ketdi. Mahliyo uning qalamini olib laboratoriyaga bordi va spirt to'kib hamma tomonni yoqmoqchi, ammo Jahongir kelib unga qarshilik qilmoqda. Mahliyo portlashdan foydalanib qochib qoldi. U eshikni qulflab qo'yadi, Jahongir esa ichkarida o't o'chirgich bilan olovni o'chiradi. Mahliyo qochib podvalga tushdi va yashirin yo'l topib Marjonaning qiynoqqa solingan jasadini ko'rib dahshatga tushadi. Devordagi teshikdan chiqmoqchi bo'lganda esa Jahongir uni ushlab qoldi. U Mahliyoning qornini skalpel bilan kesishni boshlaydi. Og'riqdan qichqirayotgan Mahliyo cho'ntagidagi mixni olib Jahongirning bo'yniga sanchib qo'yadi. Oxir oqibat bechora qiz teshikdan chiqib tashqariga sudraldi, yiqilib tushdi va oxiri bolasini tug'di. Lekin bola juda ham g'alati, hayvonday ovozlar chiqarib ayolni qo'rqitmoqda. Mahliyo uni xavfli deb o'ylab, tosh bilan urib jo'natadigan joyiga jo'natadi.
Qog'oz binodagi professor bankni o'g'irlab qo'ygandan keyin ruhoniylikka o'tib ketibdi-da. Tavba qilyaptimi mana brat. Film va video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang va kanalga obuna bo'lib qo'yish tugmasini ham bosib qo'ying.